Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Birinchi navbatda o'zingizni tanishtirsangiz, bu kompaniyada necha yildan beri ishlaysiz va nima ish bilan shug'ullanasiz? Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Mening ismim Botirjon. Aha. 5 yildan beri shu Ukaset firmasida elektrik bo'lib ishlayman. Xo'p, Botir aka, 5 yildan beri ushbu kompaniyada ishlayotgansiz. Sizni nima olib qoldi bu kompaniyada ishlashga? Bu kompaniyada ishonch, mustahkamlik asosiy shu. Xo'p, Botir aka, nima uchun aynan shu Ukaset kompaniyasini tanlaganingiz yoki shu kompaniyaga qanaqa qilib kelib qolganingizni aytib bera olasizmi? Bu kompaniyani tanlaganimdan sabab biz elektriklarga ish bo'lish uchun xomashyo, mahsulotlari, keyin birinchi o'rinda firmamiz tomonidan ishonch berilishi. Albatta. Shu narsalari menga turtki berib sababchi bo'lganmi deb o'ylayman. Tarixini qanday kelib qo'yapsiz? Birinchi kelishim, meni bir tanishim bor edi. Bundan 5 yil oldin menga tavsiya berishgan. Prorafimiz Dilmurod aka o'z yoniga olib, hamma narsani tanishtirib, boshliqlar bilan, keyin shart-sharoitlar bilan tanishtirgan, menga ma'qul bo'lgan. Xo'p, Botir aka, qarang. Quruvchilarga yaratilgan sharoitlar va jamoaviy munosabat qanaqa sizlarda? Sharoitlardan keladigan bo'lsak, sharoitlar boshqa kompaniyalarga qaraganda yaxshi, zo'r desa ham bo'ladi. Bir-birimizga bo'lgan munosabat ham xuddi aka-ukadek bo'lib ketganmiz. Ukaset kollektivi bilan. Keyin yana bir biz kollektivimizda yoshi katta inson bor. O'zimizni powerimiz Dilshod aka. Aha, tushunarli. Uni taomlari masalan hammaga birdek yoqqani uchun, boshliqlar ham, oddiy ishchilar ham hamma birdek yaxshi ko'rgani uchun, shu odamni ham hurmat qilib, bir-birimizga ishonch bildirib faoliyat olib boramiz. Ovqatlari yoqadi sizga? Juda yoqadi. Xo'p, Botir aka, shu kompaniyada ishlash mobayningizda birorta sizda esda qolarli voqea bo'lganmi? Birorta? Esda qolarli voqea juda ko'p bo'lgan. Ularning bittasi shu obyektimiz boshlanganida bizda eng katta bir kranimiz bor. Ha. Kran ofishimiz Karim aka minadi. Uni ustanovkasi jarayonida shu Ukaset yozuvimiz bor. Shunga chiqib tok bermasangiz unga yonmaydi. Kechki payt ko'rinmaydi. Shunga chiqqanda birinchi marta o'sha xavfsizligimni o'ylab chiqsam ham, lekin ozgina harakat o'sha yerda yo tushib ketishingizga yo osilib qolishingizga sabab bo'ladi. O'sha narsadan birinchi marta chiqqanimda o'sha juda qo'rqqan sabab o'sha esda qolgan. Lekin doimiy chiqib turasizmi orada? Doimiy chiqib turaman. Hozir yana ham 12 etajga yetib qolsak ham, o'sha birinchi marta qo'rqishim ham, oxirgi marta qo'rqishim ham o'shanda bo'lgan. Xo'p, bu kompaniyada 5 yildan beri ishlayotgansiz. Значит, eski loyihalarda ham qatnashgansiz. Albatta. Ular haqida ham birorta ayta olasizmi? Ma'lumotlar? Oldingi qurilishlarimizda ham, topshirgan obyektlarimizda ham klientning ishonchini oqlaganmiz deb o'ylayman. Nimagaki oldinlari ham, hozirgacha ham bitirgan obyektlarimizda standart darajasidan ham ortiq qilib hamma mijozlarga taqdim qilganmiz. Botir aka, sizga katta rahmat. Vaqtingizni ayamaganingiz uchun. Ishlaringizga omad tilaymiz. Sizlarga ham rahmat. UK Asset. Mustahkam va ishonchli uylar.